voy mana. Navbatdagi legendamizga legendarniy moldinglarimizni yopishtirib berdik. Mana zazorlari turishi original bilan birga bir. Qalinligi ham, zazori ham, zari ham. Undan tashqari shu originalga o'xshab chiqargan Osmon firmani orqa stoplarigacha qo'yib berdik. Qalay turibdi. Egalari rozi bo'lar. Mana. Nima deysizlar? Yarashibdimi? Mana shunaqa holatda turadi. Tufti, arzon, orqa stop olib 3-4 oyda sarg'ayib ketib qiynalib yurganlar bo'lsa, hozir originalni topish qiyin. Kesib qo'yamiz-u. Atak. Mana shu variantni tavsiya qilaman. Xitoy bilan yurgandan ko'ra mana shuni taqib, sal chiroyliroq vid berib yurganinglar yaxshi. Kesinglar taqib beramiz. O'zimizning klientlar. Moldinglarni ham mana shunaqa chiroyli qilib beramiz, xudo xolis. Xizmatdamiz, ishdamiz. Kelaverasizlar, sizlarning ham mashinalarni xuddi mana shunaqa qilib, chiroyli qilib bitkizib beramiz. Pastda ko'rsatilgan nomerlarga telefon qilib, kelsanglar bo'ladi.